Sulton Abdulhamidxon tomonidan Madina Munavvarada barpo etilgan vokzalni eshitgansiz-u, lekin o'z ko'zingiz bilan ko'rmagansiz-a? Usmonlilar imperiyasi hukmdorlaridan bo'lgan Sulton Abdulhamidxon poyezd relslari tagiga tuya junidan bo'lgan kigizni yotqizib chiqqan. Butun boshli poyezd relslari tagiga maxsus moslama to'shatib, taqtuq ovozini chiqarmagan Sulton Abdulhamidxon Madina Munavvarada ushbu vokzalni barpo etgan. Ortimda Masjidi Nabaviyning ulug'vor minoralari ko'zga tashlanib turibdi. Bu yerda esa vokzal. Mana o'sha dovrug'i dunyolarga doston bo'lgan temir yo'l. Har bir relsning tagiga tuya junidan to'qilgan maxsus moslama o'rnatilgan. Og'ir tonnali vagonlar o'tgan taqdirda ham taqtuq ovozi eshitilmagan. Buning uchun qanday matonat, qanday sabr, qanday bardosh va qanday muhabbat kerak bo'ladi? Menga ayting. Tarixiy shaxslar va ular bajargan buyuk ishlar haqida gapiryapman-u, lekin mana bizning holimiz. Sulton Abdulhamidxon barpo etgan vokzal yaqinida 5-6 mushukni boqish uchun karomatimiz. Shuncha ovqatni yeb 5-6 dona mushuk bo'kib qolmasmikin? Vokzal yaqinida umrimda birinchi marotaba poyezd kutmasdan xayolga cho'mdim. Biz ana shu davrlarga 1-2 kunga borib qolsak, hozirgi holatimiz g'alati ko'rinmasmikin?